Assalomu alaykum. Mana hozirgi obyektimiz ham bitgan. Endi chiroyli qilib uborka qilib topshiryapmiz obyektimizni. Mana kuxnyalarigacha bo'lgan, cho'tki bo'lgan. Mana qaranglar. Ancha foydalansa bo'ladigan joy qilganmiz. Bilsalaring o'zi bu domda mana shu joyimda ochiq turadi. Biz buni bir tarafini yopib yuborganmizda, bir tarafiga eshik qo'yganmiz. Bu verandasi. Xo'p, bunisi katyolxonasi. Katyollar o'rnatilgan, hozir uborka ishlar ketyapti. Gazi bor, topli pol qilingan, mana suvlargacha bor. Xo'p, cho'tki bo'lgan. Bir boshdan hozir ko'rsatib chiqaman hamma xonani. Bu oshxonasi bo'lardi. Metga stol qo'yiladi. Endi kartin kelib quyiladi. Anaqangisi endi qo'yiladi birasi. Bu bilasizlar, mana shu katta ochiq bo'lgan. Biz buni ham yopib yuborganmiz. Qish kunida sog'lom bo'lsin deb. Bateriya kamroq bo'ladi. Bu detskiy xona. Endi hozir sizlarga zalni ko'rsataman. Zalni qaranglar, qanaqangi chiroyli bo'lgan. Mashalloh. Mana. Polni mebellargacha o'zimiz ustalar qilib bergan. Mana push qilib ochilgan qilib. Xullas noldan patkulch bitkazib berganmiz. Ushbu xonadonda polni o'zini ustalarim qilgan. O'zimga qarashli ustalar ishlagan. Cho'tki xudo xolasa. Bundan oldingi holatini ham qo'yaman. Ko'rib o'zlaring baho berasizlar. Mana bu shu podyezdda eshigi. Podyezda shunday kiriladi. Shunday kirilganda o'zi mehmonxonaga qarab kirib ketilaveradi. Mana. Bu yopamiz. Bu detskiy. Ko'rishlar mumkin. Cho'tki qilib, akkuratni qilib bitkazganmiz. Bu oshxonaga qaragan derazasi. Xo'p. Detskiydan chiqamiz. Koridor kiraverishdagi. Mana shu xona ham detskiy xona. Balkoni ham bor. Xo'p, endi bu kattalar spalnisi, bu umumiy sanuzel. 3 xonadonni to'yxona qilib berganmiz. Ko'rishlar mumkin. Xolos cho'tki. Sushilkalargacha qilib, cho'tki qilib, Xitoyda kafellardan terib, sochiqli gollargacha, moykalargacha qo'yib berganmiz. Cho'tki bo'lgan, xudo xolasa. Hop, bu tarafi endi spalni. Mana bu master spalni bo'ladi. Xudo xolasa cho'tki bo'ldi. Gulchatirlari, metga televizor ilinadi, konditsionerga отдельный точка tashib ketganmiz. Bunga trimmer bo'ladi. Hatga miyaqki o'sha divan tushadi, mebel. Bu tarafga shkaflar tushadi. Mebellar endi gatoviy olinadi tayyorda. Har biriga alohida qilib, gulchatir qilib, yoniga rozetkalargacha qilganmiz. Mana. Rozetkasi, mana gulchatir. Mana. Shunaqa.